أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifoti bilan Sura Al Imronning 62 oyatiga keldik. İlgirki ayetide İsa Aleyhisselam'ın ehvalı alakadar mezmunlar sözlep ötülgen. İsa Aleyhisselam'ınki Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı asmağa götürüp eşlik etkenliki o Yahudiler oylagandek onda ötürülüp ketken emas. Belki Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı asmağa götürüp eşlik etken. Ahir zaman bolgan çağda kıyamet azgıgan çağda İsa Aleyhisselam düşüdü. Degan vaqtiki şu mezmundaki ayetini o'qib o'tgandik. Ama ma'asat o'qigan darsimiz yana shu mazmunlarniki davomi. Inna hada lahuval qasasul haq va ma min ilahin illalloh va innalloha lahuval azizul hakim. Haqiqatan bu rost qissalardir. Qissalardurki u Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Ya'ni inna hada degan yuqorida zikr qilingan bu ishlarning hammasi u rost xabarlardir. El-haq, yani onunda şek yok bo'lgan haq, haqiqiy rost xabarlardir. Va ma min degan ziyoda. Yani la ilaha illalloh degan gapda bu. Yani bir Allohdan boshqa iloh yo'qdirki, haqiqatan u Alloh g'olibdir, o'zining podshohligida, yani azizdir, g'olibdir, al-hakim. O'zining qilgan ishlarini hammasida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Ham mushta ro'shan paketlar kelgandan keyin, yana u ahli kitoblar iymon etmay, iymondan yuz o'rsa, Alloh taolo u mufsidinlarni, buzg'unchilarni obdan berguchidir deydi. Yani işte ro'shan paketlar kelgandan keyin iymon etmay turgan odamlar mufsidin deb ataladi. Alloh taolo ularni shu qilmish haqiqatda jazolaydi. Va fihi wad'u zohiri mawda'al mudmar. Asa fa innalloha alimun bihim deb keltirsin bo'ldi. Yani ağaçta iman etisi yüz örüp kalsa Allah ularını bilip durgucu deyin gibi. Bihim dep keltirmey el mufsidin dep aşkarı keltir deydi meşimiyeli. O zaman keltirmey aşkarı keltir deydi aşkarı isim bilen. Kul ya ehlel kitab تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Aytqan ki Muhammed Aleyhisselam, ey ahli kitap, yani Yahudi ve Nasaralar fakat Allah'a ibadet qilish, Allah'a hech narsani sherik keltirmaslik, Allah'ni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Savain degan mustavin ma'nosidagi masdar deydi. Yani mustavin amruha. Aytqanki Muhammad alayhisalom ey ahli kitob, Yahudi Nasaralar kelinglar o'rtaq bo'lgan bir kalimaga. Uning ishi barobar bo'lgan shuna bir kalimaga demoqchi. Biz bilan sizlarning oranglarda o'rtaq bo'lgan kalima. O kalima bo'lsin nimadan iborat desa, shuga ibodat qilmaymiz, faqat Allohga. U Allohga hech narsani sherik keltirmagan holatda. Ve qilib olmaydi bizning ba'zimizni Allohni qo'yib xudo qilib olmaydi. Mushuna bir o'rtaq kelma kelayli. Xuddi Yahudilarninki olimlari, poplarni sizlar xudo qilib olgandek, uning o'xshash emas, balki biz Allohga ibodat qilgan mushuna bir kalima kelayli degan. Agar ular bu kalima kelmay qolib qolsa, yuqoridagi shu tavhid kalimasiga kelmasa, uningdan yuz o'rsa, aytinglarki, sizlar ular shunda danglar, ishhadu bi anna muslimun. Guvoh bo'qinglarki, biz tavhid aqidasidagi musulmonlardurmiz. Endi sizlar buni kelmasanglar,
Xudoga omonat. Biz endi o'zimizningki haq dinning ustida ching turamiz, danglar demoqchi. Endi va nazala ma ostida biz hozir o'qiydigan oyat mushaq munda bir sabab ostida nozil bo'lgan edi. Yahudiylar munda degan edi. İbrahim alayhissalom Yahudi idi. Biz şu İbrahim alayhissalomning dinining ustida deb shuna degan chaqda Nasoralarmi shunga o'xshash gapni qilgan chaqda. İbrahim alayhissalom Nasara dindi edi deb shuna degan chaqda ma oyat nozil bo'lgan deydi. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi İbrahim ve ma unzilatit Tevrat vel İncil illa min ba'dih efela ta'qilun. Ey ahli kitap, nima uchun jidallasizlar İbrahim alayhissalom haqida? Yani bizamikum ennehu ala dinikum. Yani İbrahim Aleyhisselam'ni sizlarning dininglarda deb mushunda jidallisizlar. Yani nima uchun İbrahim Aleyhisselam to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tevrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmaysizlar. Yine nozil bo'lmadi Tevrat va Injil faqatla İbrahim Aleyhisselamdan keyin. İbrahim Aleyhisselam yaşab uzun zamanlardan keyin nozil bo'lgan bo'lsa va Tevrat Injil nozil bo'lgandan keyin Yahudiylik, Nasorolik degan bu atalg'u paydo bo'lgan bo'lsa. Afala taqilun. Sizlar so'zinglarning botilligini tushunmaysizlar. Aql bilan o'ylasimi İbrahim Aleyhisselam sizlardan necha ming yil burun yashagan bo'lsa, bu Tevrat Injil degan İbrahim Aleyhisselam yaşab necha ming yildan keyin nozil bo'lgan kitoblar bo'lsa, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselamning keyin kelgan payg'ambarlarda bu. Bu İbrahim Aleyhisselam sizlar bilan hech qanday aloqasi yo'q holat tutilsa, qandoqsiga sizlar İbrahim Aleyhisselamni Yahudi edi, Nasara edi deb turibsizlar. Mushunam qilgan ishlamamdi. Aql bilan o'ylaysizmi? Bu xato gap qo'yma shay bu yerda. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ha antum sizlar ey Yahudiler ve Nasaralar cemaati sizlar shundoq kishilarsizlarki bildigan narsanglar yani İsa Aleyhisselam'ın üstüden münazirleştinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini üstüde nemishqa münazirleşsizlar. İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar danglar. Ha antum ha degan tanbih uchun, ya'ni ogohlantirish ma'nosida. Antum degan jumlaning egasi deydi. Ya'ni sizlar ey insonlar hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Ma jumlaning xabari bo'ldi ekan. Ya'ni munozirlashdinglar bir narsadagi sizlar uchun unda ilm bor. Ya'ni Musa alayhisolamning, İsa alayhisolamning ish to'g'riliq sizlar ma'lumotingiz bor. Bu vaqtda munozirlashdinglar. Ve o payg'ambar sizlar osh payg'ambarlar Musa alayhisolam bilan İsa alayhisolamning dinida deb mushta aytdinglar. Endi kelib nima uchun sizlar bilmaydigan narsani munozirlasizlar? İbrahim alayhisolamningki ish haqida. O İbrahim alayhisolamning ishini sizlar bilmaydigan bo'lsanglar, Alloh o İbrahim alayhisolamning ishini obdan biladi, sizlar bilmaysizlar deydi. Endi Alloh taolo İbrahim alayhisolamni oqlab İbrahim Aleyhisselam'daki Allah'ın davatkan gibiden ada juda ekanligini isbotlab shundoq dedi deydi. Ma kana İbrahimu Yahudiyya ve la Nasraniyya velakin kana hanifen muslima ve ma kana minel müşrikin. O İbrahim Aleyhisselam Yahudi bo'lgan emas, Nasara bo'lgan emas. Lekin to'g'ri dindagi musulmon edi, muvahhid edi. O İbrahim Aleyhisselam hech qachon mushriklardan bo'lgan emas edi. Hanifen degan mailen anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Barliq dinlardan mail bo'lib, ya'ni yuz o'rib, to'g'ri dinga yuzlangan shunda bir kishi edi, payg'ambar edi. Musliman degan muvahhidan, ya'ni Allohni bir deb e'tiqod qilgan shundoq musulmon edi. Hech bir zaman mushriklardan bo'lgan emas edi.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Hem Yahudiler İbrahim Aleyhisselam bizim dinimizdi diye depaktı. Nasaralar olsa İbrahim Aleyhisselam bizim dinimizdi diye depaktı. Şunun kartamda miyade duvadı Allah Teala inne evlen nas hakikaten kişilerin en ahlakı İbrahim Aleyhisselam'a yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinine en ahlaklı olanları kim o dese elbette şu İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında İbrahim Aleyhisselam'a ergeçken kişiler ve bu peygamber yani Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ınki şeriatının köpüncüsü İbrahim Aleyhisselam'a muvafık kelgenligi uchun deydi. E, dinninki asosida yani dinning usulida o'xshash endi hamma payg'ambarlar hammasi o'xshash. Undan boshqa shariatning ko'pinchisi İbrahim Aleyhisselam'ninki shariatiga o'xshaydi demoqchi yani. Va yana Muhammed Aleyhisselam'ning ummatini bo'lgan imo etganlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'a en aqlli bo'lgan kishilar mushlar shu. Ular bo'lsa loyiq bo'ldi shuki deyishi nahnu ala dinihi. Sizlar Yahudi Nasaralar sizlar emas, balki Muhammed Aleyhisselam'ning ummati biz İbrahim Aleyhisselam'ning dinining ustida deyishlari bu eng loyiq ishdir. La antum sizlar emas. Vallohu valiyyul mu'minin. Alloh taolo mu'minlarning egisidir. Ularga yordam berguchidir, ularni muhofazat qilguchidir. Endi ostidagi vaddat toifatun min ahli kitob. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون degan bu oyat nima nazil bo'lgan desa yahudiylar Muoz, Huzayfa va Ammar raziyallohu anhularni o'zlarining diniga da'vat qilgan chog'da bu oyat nazil bo'lgan deydi. Yani ahli kitoblardan bir toifasi orzu qiladi sizlarni ozdirishni. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Buning vaboli ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi deydi. Va ma yudilluna illa anfusahum degan ular faqat o'zlarini ozdirdi. Chunki ularning ozdirganligining mu'minlarni ozdirganliginiki gunohi o'zlariga qaytadi deydi. Mu'minlar bo'lsa ularga itoat qilmaydi, shu botil gapida. Halbuki ular bo'lsa bundaq bu ahvolni o'zlari his qilmaydi deydi. Ya ahli kitobi lima takfuruna bi ayatillah. Ey ahli kitob, sizlar nima uchun Allohning oyatlariga kufrlik qilasizlar? In al-Qur'anil mustamil ala na'ati Muhammadin. Muhammad alayhisolamning sifatini o'z ichiga olgan Qur'onga kufrlik qilasizlar deganlik bo'ldi. Va antum tashhadun. Halbuki sizlar bilasizlar Qur'on Karimning haq kitob ekanligini bilasizlar. Yani bilib turib nima uchun uni kufrlik qilasizlar? Ya ahlal kitobi lima talbisuna al-haqqa bil batil va taktumuna al-haqqa va antum ta'lamun. Ey ahli kitob, nima uchun sizlar haqiqatni botilga aralashtirib o'tsizlar? Ya'ni uni burumlash bilan tahrif qilish bilan almashtirish bilan. Ya'ni ashta Tavrat Injilda kelgan ahvollarni burmilab, va Qur'oni Karimni burmilab haq bilan botilni bir-biriga aralashtiryapsizlar. Nima uchun haqqa bo'ysunmaysizlar? Va haqni yushursizlar. Bu haq nima bo'lsa Muhammad alayhisolamning sifati, payg'ambar alayhisolamning sifati. Buni yushursizlar. Halbuki sizlar o'sha Muhammad alayhisolamningki haq payg'ambar ekanligini va Qur'on kelgan haqiqatlarningki hammasining haq ekanligini bilasizlar dedi. Bilib turib, nima uchun mushtaq qilasizlar dedi. Hem Qur'on Karim hem aqidani o'rgatadigan kitob, hem bizga shariat ahkomlarini o'rgatadigan kitob, hem axloq o'rgatadigan kitob. Hozir biz sura Al Imronda o'qiyotgan mazmunlar musulmonlarga haqiqiy to'g'ri aqidani o'rgatyapti. Barliq payg'ambarlarningki dininiki bir ekanligi Alloh taolo Odam alayhisolamdan tortib toki Muhammad alayhisolam qadar hamma payg'ambarlarga boshqa bir narsa emas, faqatla bir Allohga ibodat qilish, Allohga qulchilik qilish
boshqa har qanday bir narsaga qulchilik qilmaslik. Allohning mushta birlik borliqqa ishonishdan iborat aqidaga chaqirgan. Barliq payg'ambarlarningki dini shu. Hargiz Yahudiy bo'lishga, Alloh sherik keltirishga, nasara bo'lishga munda chaqirgan emas. Hozir bizniki e'tiqod qilayotgan dinimiz shu haqiqiy tavhid istidiki, to'g'ri bo'lgan din. Mushunga ustida turyapmiz. Alloh taolo hammaylarni o'sha haq ustida ching turib, tavhid ustida ching turib, musulmon holatimizni yashab, musulmon holatimizda vafot bo'lishni nasib qilsin. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka va atubu ilayk.